the blood in my veins, oh, the blood in my veins, oh. But they never did, flowing inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Anjon, 9:30 bo'ldi. Efirga olib qo'ydim. Sog'liq yo'qmi? Sog'liq. Efirga olib qo'yasiz. Efir bo'lmasa, deb qo'ysak, bor. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Hozir boshlaymiz. Xormeylar yaxshimisizlar? Tak, bir 10 minut kutaylik, qolganlar ham kirishib olsin, keyin boshlaymiz. 10 minut kutib turinglar. Qotyapti nimagadir? Qotyaptimi? Qarang, internet yaxshimi, qotmayaptimi? Ko'ringlarchi. Ilhomjon Instagramga kirchi, qotmayaptimi? Plus bosarsiz, yaxshisiz. Hozir plus qilib. Efir qotmayotgan bo'lsa, tiniq bo'lsa, plus bosib qo'yinglar. Efirni saqlanib qilamizmi-ki, ha? Qilamiz deb qo'yibsiz-ku. Qilamiz. Efirni saqlanib qilamiz. Qilmasak bo'lmaydi. Efir saqlanib qilamiz. O'tgan safargi efir saqlanib qilmadik, bu safargisini qilamiz. Bo'ldi, yaxshi ekan. Internet yaxshi. Bayda nima bo'lish kerak? O'z neftda, neftimi, aytdim, bu nima bo'lish kerak. Bu yoqda prosta tomosha qilib o'tirsangiz bo'ldi. Gap so'zda endi, g'iybatda endi nima bo'ladi boshqa. G'iybat bo'ldi. Plus hammaga borayotganiga faqat bir 5 sekunddan keyin borayotgan gaplarim. 5 sekund. 5 sekunddan keyin borayotgan ekan, yaxshi. Mana shu robotdan tezroq $600 qo'ysa, o'chirmoqchiman. 595 beradi. $5 ishlab qo'ysin. 32. Bir 10 minut kutaylikchi. 10 minutda kiradiganlar kirib olsin, keyin boshimiz boshidan bugun yangi strategiyamiz bor. O'sha strategiyani tushuntiraman. Oson, juda ham oson. Fibonacci ishlatamiz. Fibonacci'da ishlatiladigan oson strategiyamiz bor. Qotayotgan bo'lsa internetlar bizlarda ham qotib qolishi mumkin. Chunki Wi-Fi naryoqda burchadagi xonada biz bu yoqqa chiqib qolganmiz. Bizdan bo'lishi ham mumkin. Mana qolganlarga o'xshab efir qilsam soqollarimni olib chiqarib qilsam bo'larkan. Bizda vidga e'tibor yo'q, haligi nima deydi? Dizaynga e'tibor yo'q hozir. Haligi efirga qilishdan oldin soqollarni olib chiroyli qilib, kichik kiyimlarni kiyib, orqa fonlarni chiroyli qilib, mikrofondan qo'yadigan holat yo'q. Sizlar qilib hech narsani bilmagandan ko'ra, oddiy holatda o'tirib ko'p narsani bilgan yaxshi. Xalpana deydi, nima deydi? Tak, 36 ta. Bir 10 minut kutaylik. Nega oltin bunaqa bo'lyapti? Shu haqida gapirib turing. Oltin nimasi? Nima bo'lyapti oltin? Oltin yaxshi yuribdi-yu. O'zi oltin doim bunaqa bo'lgan. Tushib chiqaveradi, lekin pastga tushadi. Oltin nimaga bunaqa bo'lish sababini o'tgan safar ham aytdim. Endi anaqasi chiqqanda, yengillik chiqqanda bitta chiqib tushadi-da, keyin sekin joy qaytadi deganman. Mana tushib, yana sekin joy qaytyapti.
USD paralel past ketgani uchun oldin ham shunga qarab past ketyapti. Hozir fundamental analiz yo'q bu yerda. Hech qanaqa o'rin degan narsa yo'q. Faqat shu USD paralel qadrsizlangani uchun pastga yuryapti. Joy darajasiga deydi, to'ppa-to'g'ri joy darajasiga. Qirg'izcha deydi, odamlar kirguncha robot haqida gapirib bering. Robot primoyni qo'lida. Ha, primoyga lentaga qo'yamiz. Robot haqida mana primoy qo'yganmiz, hozir gapirishim mumkin. Qaranglar. Yakshanba kuni robot beriladi. Telegram kanaliga men robot tashlayman deb efirda qanaqa qilib robotni ustanovka qilinadi, o'sha narsani tushuntiraman. Lekin robotni berishdan oldin shaqillatmaydi, men eshitmay qoldim. Robotni berishdan oldin robotni qanaqa qilib ishlatishni o'rgataman. Chunki robotning algoritmi boshqacha, nima qilish kerak o'sha narsani tushuntiraman. Uni yakshanba kuni tushuntiraman. Sizlar iloji bo'lsa shu o'sha yakshanba kuni tushuntirib qolaman, hozir emas ekan. Hali shart bajarmaganlar bajarib tursin yakshanba. Shart bajarmaganlar bajarib turinglar, chunki men kiraman, hozir bir 150 tacha odam bo'ldi, haligi o'zini o'rtoqlar atmetka qilib, istoriya qo'ygan hammasini bitta yozishibmiz, anaqa profil ismi bilan. Yakshanba kuni gruppa qilinadi. Kim o'sha o'tgan bo'lsa, o'sha gruppaga hamma odamni qo'shamiz, o'sha gruppaga tashlanadi robot. O'shadan keyin olsanglar bo'ladi. Keyin bemalol robot sotasizlarmi, o'zingiz ishlatasizlarmi, xohlasanglar, chunki o'sha indikatorlarni, tekin indikatorlar berganman, uni sotishayotgan ekan. Xohlasanglar sotinglar, nima qilsanglar qilinglar, asosiy foydasi tegsa bo'ldi. Tak. Necha pulga sotib olsa bo'ladi? Tekin shartmi? Sharti nima? Sharti 3-4 oylarning oxirgi video postiga atmetka qilasizlar, o'zingizlarning storieslarga bizdan atmetka qilsanglar bo'ldi, boshqa narsa so'rayman. Bunaqa $300-400 so'ramaymiz. Robot sotamiz deb, biz tekin. Nima shartlar bajarish kerak hozir aytdim. Umrizambarga topgan rahmat, Chumosimi Alisher. Da gap yo'q, rahmat. Yana boshqadan tushuntirman robot nimaligini. Robot bu algo tradingdagi bot. Masalan, sizlarda botlarni bilasizlar, Telegramga kirsanglar, masalan, birorta narsa zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, kirsa bot chiqadi. Botga kirasiz, narsa tanlaysizlar, boshqa bo'ladi, zakaz qilasiz, keladi. O'sha narsani botga o'xshagan narsani algo trading deyiladi, tradingda ham bor. U botga algoritm kiritiladi, o'sha algoritm bo'yicha u o'zi savdo qiladi. Mana hozir sizlarga sal realniyroq mana misol uchun mana hozir mana shu robotimiz yuribdi. Mana o'z narsalar chiqadi robotda. Mana shuncha zilkalar ochib tashalgan. Hozir -20 ta ochilgan shotlar, mana ochilgan zilkalar hammasini shuncha ochgan, -26 mana 20 chiqib turadi. -26. Lekin bugun ertalab bunga $500 pul tashalgan, $95 foyda qildi ertalabdan beri. Mana hozir istoriyaga o'taman mana. Istoriyada men ko'ringlar, mana qanaqa ishlagan mana. $500 tashlagan, keyin 9 sen 28, bu yoq 50. Botda anaqasi shunaqa. Algoritmi shunaqa mana, ko'ringlar mana. 50, 98, 99, -154, 50 mana shunaqa. Ketdi. 294, 180. Biz mayda, faqat mayda risk bilan ishlaymiz. Mana bitta katta risk bilan, katta pul tushgan sababi mana lotiga e'tibor bering, 006. Har doim bu boshda 01, 02 ochadi asosan. Ba'zida 06, 05 ochadi. Chunki dagonga o'xshagan narsa bor. O'sha dagonga o'xshagan joylarda mana $9 foyda qiladi, ham $6, $20 foyda qilgan, shunaqa qiladi mana. Faqat 01, 02, 01, 02. Kichkina risk o'ta kichkina. O'shaning uchun shortlik bo'lish ehtimoli 0. 0 emas, kamda mana $95 foyda qilgan bugun mana. $95 foyda qilgan. Depozit $50, $500 mana. Pribilimiz, profit degan $95 hozircha. Ana ochilgan zilkalarimiz bor, ortda plyuslar ham bor, minuslar ham bor. Mana bitta katta lot ochilgan 0.4 bilan bu $11.5 foyda, lekin hali yopgani yo'q, chunki men take profit qo'yib qo'ygan botni o'zi men tega olmayman buni. Take profitga kelmaguncha kutadi bu. Lekin stop lossni ham qo'ygan, foydaga qo'yib qo'ygan, qaytib ketib qolsam foydaga yopadi. Endi u botni o'zi algoritm bo'yicha hisoblaydi. Bu bitta robot. Ikkinchi robot ham bor. Ikkinchi robotda bunaqa take profit, stop loss qo'ymaydi, u o'zi o'sha zona kelishini yopaveradi. Masalan, biz o'zimiz take profit stop loss qo'yamiz, o'sha zonaga kelib urilganda u yopiladi. Lekin o'sha ikkinchi robot bor, sizlarga o'shani beraman. Unda stop loss take profit qo'ymaydi-da, o'sha zonaga naqd kelgandan keyin avtomatik o'zi yopaveradi. Zilkalarni shuni o'zi yopaveradi. Uni take profitlar qo'yib o'tirmaydi. Keldimi, sразу yopib tashlaydi yoki ochadi. Bu botning to'liq informatsiyasini yakshanba kuni jonli efirda aytaman. Qanaqa ishlatiladi, qaysi strategiya bo'yicha yuradi, qanaqa qilib ustanovka qilishi hammasini tushuntiraman. Shunaqa iltimos telefon qilib yoki lichkada robot haqida ma'lumot so'ralmaydi. Robot bo'ldi yakshanba kuni tema yopildi. Yakshanba kuni 0 dan 100 gacha tushuntirib beraman. 38 bo'lgan 2 minut kutaylik, qolganlarni keyin strategiyani o'tishga o'taman. Strategiyani boshlaymiz 2 minutdan keyin.
Xo'p, nima savol kelgan yana? Yana. Oltin haqida fikrim yo'q hozir. Aka sizni hammaga yordam berasiz. Nega uni qilyapsiz? GBUZ fikringiz nima? Aka shu GBUZ fikrim hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Siz o'zi strategiya bo'lib qolsa aytaman. Hozir bozorga bugun kirganim gap yo'q. Rahmat. Shartlar bajarish kerak. Alparidan qanday demo shot ochsa bo'ladi? Saytni alpari.com o'sha kirasizlar, o'sha yerda ochasizlar. Indikator Binance'dagi kriptolarda ham ishlasa bo'ladimi? Yo'q. Aka bitta savol, nimaga hamma narsa tekinsiz? Nimaga? Chunki men uni pul sotolmaganman-da, o'shaning uchun tekin. Shu uni pulga sotolmaganim uchun tekin. Tekinligining sababi ko'pchilik hozir trading sohasiga yangi kirib kelganlar pulga o'qishyapti, onlayn o'qishyapti, onlayn botlar olishadi, onlayn signallar kanalga qo'shilishadi, lekin baribir shotini silib qo'yadi. Sababi bilim yaxshi emas. Berilgan bilim yaxshi bo'lmaganligi uchun o'quvchilarning 90% minusga kiradi va buni orqasidan hammada bitta fikr paydo bo'ladi. Trading bu laxatro. Masalan, menga o'tgan gal efirdan keyin 10 tacha yo 12 tacha odamda bir xil mavzu. Uydagilardan pul olgan, trading qilaman degan, uydagilar ishonib pul bergan, o'qigan, $500, $700 o'qishgan, $1000 ham o'qishgan ekan. Individual o'qigan, uydagilardan pul olgan, shotlarni slip qilishgan, 5000, 6000 bittasi yo'q, $22000 slip qildim bir oyda deydi. Slip qilgan, endi nima? Ota-ona nima deydi? Ota-ona shu sohaga kiribsan, slip qilsan, zarar qilsan, demak bu soha laxatron, sen bu sohadan chiq deydi. Mana shu soha laxatron emas, asli jahon bo'yicha bu sohada foyda qilsa bo'ladi. Yaxshi bilim egasiga bo'lgan odam uchun bemalol trade qilsa bo'ladi degan maqsadda o'sha trading sohasi sirlari deydimi, darslari deydimi, hammasi teknik beryapman. Maqsad trading sohasini laxatron emas, o'shanda haqiqatdan ham foyda qilsa bo'ladi, haqiqatdan ham o'sha bu ishlasa bo'ladigan sohaligini men ko'rsatib bermoqchiman. Mana shuning uchun tekin. Agarda men bu narsani masalan robotni men kimdan sotib olgan bo'lsam, sizlarga sotsam, shunaqa bo'lardi. Bu men robot hech kim sotmaganman, u tekin bo'lgan. O'shaning uchun sizlarga tekinga beryapman. Ertaga sizlar robot ishlatib, foyda qilsanglar yo zarar qilsanglar, shunga qarab keyinchalik etaplar qo'yib olasizlar. Nima deydi haligi? Qadaminglarni o'ylab bosasizlar shunga qarab. Masalan, kimdir robotni ishlatishni o'rganib olsa, o'sha foyda qilursa, bo'ldi, u tradingdan foydani qilaveradi. Lekin kimdir o'sha setup qila olmasdan muammo qilib zarar qilsa, biladi robot unga foyda bermaydi. Endi o'zi trade qilishga harakat qiladi. Lekin men bugun mana sizlarga hozir jonli o'zim o'sha bitta strategiya bor, o'sha strategiyada ko'rsatib beraman. Jonli tarzda bilan trading qilamiz, ya'ni robotsiz ham foyda qilish imkoniyati borligini tushuntirib beraman. Tushundinglar-a? Inson qobiliyati deydimi, nima deydi? Inson manbai deydimi? O'sha orqali trade qilib foyda qilishsa bo'ladimi yoki robot orqali foyda qilsa bo'ladimi degan narsani yakshanlikga robotga berib, bir hafta ishlatib ko'rib, keyin sizlarga o'rtada yana mavzu qilib gaplashamiz. Shunaqa. Hop. Spirit katta bo'lsa, spread yozadi, spread yozadi. Spread katta bo'lsa foyda qanaqa bo'ladi? Robotda spread katta qilmaydi. Spread katta qilinmaydi. Men o'sha yakshan kun tushuntiraman robotda. Qaysi brokerda ishlaydi, o'zi ham broker ishlaydi, qanaqa shot ishlatish kerak, qaysi parda ishlash kerak, qaysi time frame ishlash kerak, hammasini yakshan tushuntiraman. Eng minimum qancha $100. Boshlang'ich lotini o'zimiz almashtirsa bo'ladi. Depozit qilishni o'rgating. Depozit qilish oddiy narsa-ku. Okay, bugun mavzuni hozir endi boshlaymiz. Okay, efirda 70 odam bo'lsin boshlab boramiz. Okay, efirdan keyin tel qilaman, kechki investor temasida bo'ldi. Qancha depozit bilan boshlashga masalan, iltimos, yana bitta iltimos. Agar telefonimni bir marta telefoningizga ko'tarmasam, 10 marta qilmanglar. Menga telefon kelyapti, bitta bergan nomer telefon qilgan bo'ladi. Men ko'tara olmasam, orqasini 10 marta qiladi. Ko'tara olmadimmi? Значит, unga javob bera olmayman hozir. Uxlayotgan bo'lishi mumkin, boshqa ish qilayotgan bo'lishi mumkin, yo bir telefonda ish qilayotgan bo'lishi mumkin. 10 marta qilmanglar iltimos. Iloji bo'lsa SMS yozinglar, Telegramdan yozinglar, Instagramdan yozinglar. Telefon tinmayapti. Telefondan shu oxirgi 3 kunda bezildim, to'g'risi. Hozir ham palto qo'yib qo'yib, keyin efir qolmadi. 70 odam bo'ldi, o'sha boshsiz bo'ladi. Hozir savollarni qo'yib turinglar, bo'lmasam boshlaymiz, a? Men hozir kommentariyani o'chiraman. Uzr, qolganlar savolga javob bera olmadim. Hozir kommentariy yoqqandan keyin savol bersanglar, keyin javob beraman. Kommentariyani o'chiraman. Bugungi temamiz Fibonacci'da 1618, 2618 bo'lgan nuqtada ishlash prinsipini tushuntirib beraman. Ketdik. Bo'lmasam boshlaymiz. Komment o'chiraman. Ketdi. Endi qaranglar. Fibonacci o'zi nima? Bu sonlar nimaga unaqa muhim sonlar hisoblanadi? Mana birinchi ekrandan boshlaymiz.
Misol uchun mana shu para deylik, tillada sizlar Fibonacci ishlamoqchisizlar. Mana hozir Fibonacci yoqaman. Misol uchun mana shu yerda tepa urindan pastki uringacha chizdim misol uchun. Sizlar mana shu chizasizlar Fibonacci. Nima sababdan Fibonacci'da 1 dan 0 gacha olinganda 786, 618, 05, 382 nuqtalari bor. Plus 1 dan keyin 1618 va 218 degan narsa bor. Shu paytgacha kim sizga Fibonacci'ni o'rgatgan bo'lsa, mana shu 1618 nuqta bilan 218 nuqtani etmay ketishgan. Buni yashirib o'tib ketishgan. 100% garantiya beraman. Sizlarga faqat 05 yoki 618 ni qaytadi, 382 ni qaytadi, 26 ni qaytadi deb aytishgan. Lekin men sizga bugun o'rgatilgan narsam mana shu narsa, bu narsa yo'q. Bugun o'rgatilgan narsam 1618 va 218. Nima sababdan 618? Endi mana Fibonacci tushuniraman. Fibonacci sonlari bor. Qadimda o'sha Yunon olimida Fibonacci degan odam o'sha olim bo'lgan, matematik bo'lgan, o'sha matematik son o'ylab topgan. Son qanaqa? Son shunaqaki 1 dan boshlaydi. 1 dan keyin 1 ni qo'yadi. Keyingi son ikkala sonning yig'indisi bo'ladi. 1 ga 1 qo'shsa 2 bo'ladi. Undan keyingi son oxirgi ikkita sonning yig'indisi, 2 bilan 1 yig'indisi bo'ladi. Mana hozir men bitta ko'rsataman hozir. Hozir Masalan, bloknotda tushuntirilgan bo'lsam, mana 1 soni bo'ladi, 1 dan keyin 1 bo'ladi. 1 ga 1 qo'shsa nechi? 2. Endi oxirgi ikkita son qo'y. 2 ga 1 nechi? 3. Oxirgi ikkita son 3 ga 2 ni qo'shasizlar 5. 5 ga 3 8. 8 ga 5 13. 13 ga 8 21. Tushundinglar-a? 21 ga 13 34. 34 ga 21 55 bo'ladimi? 55. Ana, mana shu sonlar ketma-ketligi Fibonacci sonlari deyiladi. Endi bu yerda 1618 degan narsa qani degan savolga kalkulyator olasizlar. Kalkulyator olganinglardan keyin mana shu 55 ni 44 ga bo'lamiz. 55 bo'lingan 34 degani 1617. 1617. 618 emas, 617 ga yaqin son. Endi 34 ni 21 ga bo'lamiz. 34 bo'lingan 21. 1619. Endi 21 ni 13 ga bo'lamiz. 21 bo'lingan 13. 1600 nimagadir hamma sonlar nimagadir 1615 dan 1618 atrofida yuribdi. Agar mana sonlar ketma-ketlik uzaytiradigan bo'lsanglar, oxirgi sonlar o'sha qanchalik katta bo'lsa, o'sha sonlar 1618 ga juda yaqin bo'ladi. Juda ham yaqin bo'ladi. Endi bu son nima sababdan 1618, nima sababdan buni bo'lib olmaymiz desanglar, hayotdagi ko'p narsa tashkil bo'lgan narsalar ham mana shu 1618 ga teng bo'ladi. Misol uchun barglar deysizlarmi yoki oddiy mana bu kompyuterni tepasi bilan pastini uylarda kompyuter ekrani bo'lsa, o'sha ekranni bu yoni bilan bu yonini bir-biriga bo'lib ko'ringlar 1618 chiqadi. 16 dan 7 gacha 1618 bo'ladi. Nimaga? Nima sababdan birinchi marta televizor chiqqanda kvadrat bo'lmagan? Nimaga televizor kvadrat qilishmaydi? Nimaga mana bu tomoni uzuncharoq, bu tomoni kaltaroq? Chunki 1618 ishlatib yasalgan har qanday narsa e'tiborni tortuvchan va qolipga tushuvchan bo'lgan narsa bo'ladi. Matematika, fizikani biladiganlar buni biladi. Bu oltin kesim deyiladi. Oltin kesim deb internetdan qidirsanglar, inglizchasi golden ratio deb ratio yozadi. Golden ratio deyiladi. Oltin kesim. Mana shu oltin kesim bo'yicha ko'p narsalar qurilgan. Piramidalar ham oltin kesim bo'yicha qurilgan. Piramidalar. Eiffel minorasi ham oltin kesim bo'yicha qurilgan. Jahondagi eng katta qurilishdagi ishlar bormi yoki yasalgan narsalar bormi? Hammasi 1618 ga to'g'ri keladi. Hammasi. Insonni masalan oddiy mana bu jag' qismini tegi bilan labdan burungacha bo'lgan masofani bir-biriga bo'lsalar 1618 kelib chiqadi. Hammada shunaqa. Bir xil. Endi bizda tradingda 1618 nimaga kerak? Bizda impuls bo'ladi yoki trend bo'ladi. O'sha impulsni 100% deb qaraydigan bo'lsak, narx qaysi joydan qaytishi bu o'sha oltin kesimga to'g'ri keladi. Bu qonun, bu qoida, bu hayotdagi bor narsa. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Buni hech kim bilmaydi. Buni atilab qilib bo'lmaydi. Bu o'zi shunaqa bo'ladigan narsa. Qanaqadir algoritm, hayotdagi algoritm. Buni nimaga bunaqa bo'lishini haligacha hech kim bilmaydi. Bu shunaqa sonki, buni hali hech kim javob bera olmaydi. Nima sababdan bunaqa bo'lishini. Oddiy piramidalar qurilishi ham, piramida ekvator joylashuvi ham, yer yuzini kartasini tepadan pastga bo'lsa ham, oddiy Madina shahri, mana shu Makka Madina shahri yer yuzini masalan u tomondan bu tomonga o'zimiz kartani olsanglar, tepasini olsanglar, bir-biriga bo'lsa 1618 nuqta joylashgan bo'ladi. Imенно yer yuzidan 1618 nuqtasi o'sha Makka shahrida to'g'ri keladi. Tushundinglar-a? Bu din tomonidan ham
ilmiy tomondan ham 1.618 nuqta bu juda ham muhim bo'lgan nuqta. Bu haqida internetga kirsanglar, ma'lumot juda ham ko'p. Endi tradingga qaytamiz. Tradingda strategiya oddiy. Strategiya shundan iboratki, o'tgan safar sizlarga QM, ya'ni qama yozadi, QM patronini o'rgatdim. Ya'ni narx misol uchun keladi. Narx keladi. Tushgan bo'lsa, misol uchun mana shu narx keldi. Endi qaranglar. Hozir bo'lmadi. Boshqatdan chizaman. Mana narx keldi. Endi mana shu joyda men pas bu tepa bo'ladi. Bu higher high deyiladi, men bu lower low deyiladi. Ya'ni o'sha narx tepaga kelsa higher high, pastga kelsa lower low deyiladi. Ya'ni uchlari bir-biridan past. Tepa 3, bu 3 dan tepa. Xo'sh, men teparoqda, bu pastda, bu teparoq, bu pastda. Qachondir mana shu narsa mana bunaqa bo'lib qoladi. Ya'ni bu 3 dan ko'ra keyingi 3 teparoqda bo'lib qoladi. Teparoqda bo'ladi. Ko'rdinglar-a? Bu 3 dan ko'ra bu kam, keyingi 3 pastda emas, teparoqda bo'ladi-da, bu narx pastga yuradi. Mana shu joyda men o'rgatgan strategiya bo'yicha mana bu yelkadan, mana shu yelkadan imini shu joydan emas. Bunga yetmasdan qaytib ketishi ham mumkin. Buni yorib azgina chiqib qaytib ketishi ham mumkin. Mana shu joydan narx tepaga uchadi. Ya'ni zona hisoblanadi. Bu imindan bitta nuqta emas. Bilib oling, mana nuqta, bu zona. Mana shu zonada bu mana bu yerdan qaytib ketishi mumkin, mana bu uchi mana bu yerdan qaytib ketishi mumkin, yoki yetmasa qaytib ketadi, lekin mana shundan aniq 100% tepaga qaytib ketadi. Endi qaytgandan keyin bizni qiladigan ishimiz nima? Bizni qiladigan ishimiz birinchi foyda mana shundan bay olasizlar. Bay olib, qayerda yopishni o'rgataman sizlarga. Qaysi joyda yopishni o'rgataman. Olganinglardan keyin Fibonacci'ni olasizlarda, mana shu joyda yorib o'tgan svicha bo'lsa, mana shu svichadan pastki uringacha tortasizlar. 1 dan 0 gacha. 1 dan 0 gacha mana shu yorib o'tgan urinchisi tepasidan, svichadan pastki uringacha tortsanglar, tepada 1.618 nuqta hosil bo'ladi. Uni tepasida 2.618 hosil bo'ladi. Birinchi udarimiz bizni 1.618. Ya'ni mana shu 1.618 nuqtadan narx pastga qulaydi bu. Bu narx pastga qulab, yo mana shu zonadan yoki pastki zonadan tepaga qaytib ketadi. Ya'ni bo'ldi. Pastga ketayotgan trend tepa trendga o'zgaradi. Mana shu narsa, bugun o'rgatmoqchi bo'lgan narsam shu. Sizlar mana bu joydan bay ochasizlar, bu joyda yopasizlar. Mana shu 618 sell olsanglar, bu juda kuchli pastga yurib beradi. Bugun bu narsa hosil bo'ldi, juda chiroyli bo'ldi. Masalan, oddiy mana ochmoqchiman, Audi GPI mana H1. Audi GPI H1 ga o'tasizlar. O'tsanglar, tayyorman chizib beraman sizlarga. Xo'p, mana bizda narx bor edi. Narx H1 keldi, tushdi, chiqdi, tushdi. Hozir aytgan narsam o'xshyapti mana. Tushdi. Mana bu tepa-tepa, past-past, lekin keyin bitta uchi nima bo'ldi? Mana bu uchdan tepada bo'ldimi? Ko'rdinglarmi? Xo'sh. Bundoq tushuntiring. Mana xullas sal chalkash bo'lib qoldi. Bu 3, bu 3dan past edi, keyingi 3 tepada bo'lib qoldi. Boshqatdan chizib beraman yana. Mana. Endi bu rangini o'zgartirib qo'yamiz. 2 piksel, 4 piksel. Tushundinglar-a? Bu uchlari past, ham teglari past, uchlari past edi, mana bu joyda tepa bo'lib qoldi. Tepa bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Xuddi aytganimdek narx pastga tushdi. Pastga tushgandan keyin mana bu yelkani ko'ryapsizlarmi? Mana shu yelkadan biz bayga kirishimiz kerak edi. Bayga kirganinglarda narx tepaga uchgan mana. Uchib bu joydan qaytgan, yana tepaga chiqib turib, mana bu joydan qaytdi. Endi sizlarga strategiya. Mana shu yerdan bay olib turib, betdan yopib, betdan sell olasizlar. Mana bu yerdan yopib, betdan bay olib, betdan yopasizlar. Qanaqa qilib buni bilsak bo'ladi? Qanaqa qilib narx qaytdan qaytib ketishini bilsak bo'ladi? Ana endi biz Fibonacci'ni ishga solamiz. Fibonacci'ni ishga solamiz. Fibonacci ishga solganda birinchi qiladigan ishimiz, mana bu joyda bizda urvin bor edi, masalan. Mana shu joyda urvin hosil qiladi doim. Urvin hosil bo'lganidan keyin uni yorib o'tgan svicha, mana bu svicha. Ko'rdinglarmi? Mana yashil svichani? Bu yashil svicha yorib o'tganda yopilgan. Biz mana shu yorib o'tgan svichaga 1 ni to'g'rilaymiz. Fibonacci 3 ni 1 ni. Mana Fibonacci 3 ni mana bir nuqtani shunga to'g'rilab, eng past urvinga olib tushamiz va hosil bo'lgan narsa oddiy narsa. 1.618 narx kelgan, tushgan. Osonmi? Bo'ldimi? 1.618 narx kelgan, tushgan. Pastdan men 1 dan yoki 786 qaytish kerak edi. 786 mana o'zi shunday ham urvinimiz bor, qaytib ketdi. Narx qayerdan qaytyapti? 2.618. Oson.
1618 dan bitta qaytgan foyda, 2618 bitta qaytgan foyda. I pluslar men bittan bu yilgadan bay qilishlar kerak edi, men birgacha foyda qolardinglar. Birgacha. Bu Fibonacci oddiy, bu bitta audichi payda emas. Любой parada bo'ladi. Любой parada bo'ladi. Misol uchun mana men bitta ham, mana hozir men bu joyni analiz qilmaganman, ko'rinib turibdi. Men pastga kelganda bu uch tepada bo'lib qolgan, ikkinchidan qaytib ketgan. Endi hozir men bundoq qilsam, sizlar ko'rinadi mana. Kelgan, mana narx tushgan. Narx tushganda, men uch tepada bo'lib qolgan mana. Uch tepib qolib pastga kelgan, men bu yelkadan narx tepaga yuryapti. Bu yelkadan narx tepaga yurib, mana ozgina o'ynab, mana shu joydan pastga qulagan. Keng zonasi mangacha borgan. Qani buni ham ko'ramiz Fibonacci'da. Xo'p, bizga hozir Fibonacci'dan oldin buni o'chirib turinglar. Tak. Yorib o'tgan svichamiz mana bu. Urvinni yorib yopilgan svichamiz shu. Ketdi. Qildik. Yorib o'tgan svichamiz bu. 1618 ga o'tamiz. Mana bitta qaytgan, ikkinchi o'ringa kelyapti, lojin proboy pastga tushgan. Bo'ldi. Bizning strategiya shu. Bu joydan bay olasizlar, bu yelkadan mana kalla bo'lib teskari qilsalar, Hidden Shouldersga o'xshagan narsa bo'lib qoladi. Narx tepaga yurgan, mana shu joyga kelgandan keyin o'zi hamma yopadi zilkalarni, selga olamiz, ishlaymiz. Narx yana ozgina yurganda lojin proboy yana pastga tushgan. O'sha narx mana shu birga kelgandan keyin yana yopasizlar. Imina birga kelgandan keyin qaytib ketyapti. Bu juda ham oddiy strategiya, juda ham oddiy. Mana shu bilan bir xil. Bu bitta audichi foyda emas. Любой parada ishlaydi. Любой parada. Masalan, qaysi paraga kiraylik? Masalan, GBUSDmi? Tak, GBUSD mana hamda hali o'zimiz qilib qo'ygandik. Buni o'chirib turaman. Boshqasini ko'rsataman. Xo'p, misol uchun mana men bitta kelgan urovin narx tushgan, bu tepaga bir yorib o'tganda bu joydan qaytib ketyapti. Mana o'lchaymiz. Ketdi. Mana bu yorib o'tgan suvchamiz mana. Yorib o'tgan suvchamiz bu yetmay qolgan. 1.6 yetmagan. Mana shu 1.18 zona bo'lgan, mana shunga sal yetmay qolganda, keyin pastga qaytib ketgan. Ko'rdinglarmi? Oson. Bu juda ham oson. Bu qachon hosil bo'ladi? Qachonki trend liniya o'zgarsa. Trend o'zgarsa. Mana men bitta ham trend o'zgargan, men yorib o'tgan svichamiz bor. Yorib o'tgan svichani olamiz. Pastki nuqtasini qo'yamiz. 0 dan 1 gacha yorib o'tgan svichani uchidan oldim. 1.618 nuqtasi men bitta narx qayerdan qaytyapti? 1.618 dan. Bo'ldi. Oson. 1.618 pastga qulayapmiz. Shu. Любой joyda shunaqa. Narx o'zgarishda bu. Ko'proq narx o'zgarishganda mana shunaqa bo'ladi. Mana bitta ham pastga kelyapti. Men uch tepa bo'lgan, yorib o'tgan. Shu joydan yorib o'tgan svichani tepada 0 olamiz. Bu yerda ozgina men bitta 1.618 zonada o'ynab pastga tushgan. Men 1.70 qaytib ketgan. Bo'ldi. Qatdan qaytishni bilib oldinglar mana. 1.618. Bu GBP USD paramiz deydi. Endi qolgan paralar kirsa bo'ladi. Qaysi para kirib beraylik endi? Euro USD misol uchun. Euro USD GBP USD hammasi past bir xilda USD paralarchi. USD paralarda analiz qilish bittasi analiz qilsa yetadi-da o'sha. Qani bu yerda bormi shunaqa loja qilib yorib o'tganlari? Bu yerda yorib o'tgan zonalar trend o'zgargan. Endi hozir bunda qila olmayapmiz. Men bu yerda bo'lishi mumkin. Chunki USD para qachondan beri past kelyapti? Mana. Men bu urvin yorib o'tgan svichani uchidan oldim. Uchidan emas. Keyin e'tibor beringlar. Men izidan emas. Izidan olinmaydi. Yopilgan joydan, narxdan olinadi. Narxdan narxgacha olinadi. Narxdan narxgacha olinadi. 1.618 mana 1.618 liniyamizda narx pastga qulab, birgacha tushgan mana. Ketdi pastga. Bu shu 1.618 nuqta, eng muhim nuqta. Agar 1.618 dan qaytib, o'sha foydaga kirgan bo'lsanglar, doim foydani bezubutga qo'yib qo'y. Bezubutga degani foydani ochgan zirgingizni pastga qo'yib qo'yasiz. Agar narx tepaga qaytib ketib qolsa ham, mabodo qaytib ketib qolsa ham, siz foydada yopasiz. Stop loss foydaga uradi. Men shu narsani bugun tushuntirmoqchiman. Chunki 1.618 va 2.618 nuqta juda ham kuchli nuqta. Bu qachon ishlaydi? Qachonki trend o'zgarsa. Bizga kerak bo'lgan narsa Fibonacci soni, Fibonacci kerak bo'ladi. QM pattern degan narsa bor, strategiya. Hozir o'tgan mana bu urvin tepa o'sha pastlari past bo'lib keladi-da, bitta uch tepada bo'lib qoladi. O'sha tortadi u tepaga. Tepaga tortgandan kutasizlar, pastga ikkinchi erkan tepaga qaytib ketishni boshladimi? Siraz tepadagi yorib o'tgan urvindan, svichadan 0 dan 1 gacha hisoblaysizlar. U yog'i 1.618 dan narx pastga qulaydi. Любой parada ishlaydi. Hozir yana so'rashyapti, kriptovalyutada ishlaydimi? Men kriptovalyutada ishlamayman. Men u kriptovalyuta harom. Unda ishlamayman. Kriptovalyutaga kirmayman. Stock marketga kirmayman. Menda faqat valyuta. Valyuta bo'yicha bu ishlaydi. Valyuta, любой valyutada ishlaydi.
Любой valyuta mana shu 1.618 nuqtasi ishlaydi, 2.618 nuqtasi ishlaydi. Endi bundoq qilamiz. Hozir kommentni yoqaman. Menga yozinglar. Savol emas. Qaysi valyutning parada sizlarga ko'rsatib beray? Qaysi valyutning parada istoriyani ochib ko'rsatib beray? Qaysi valyutning para aytasizlar? Boshqa savol kerak emas. Valyutning parani yozinglar, bo'ldi. Ortiqcha so'z kerak emas. Prosta yevro USD yoki GBP USD yoki yevro GBP farqi yo'q. Kommentda shu hozir kommentni yoqaman. Shuni yozasizlar, eng ko'p yozilgan qaysi biri bo'lsa, o'sha bo'yicha ko'rsatib beraman. Istoriya shart olamanda o'sha yorib urbin o'zgargan payt, trend o'zgargan paytda Fibonacci shuna qo'yamiz, 1.68 chiqadi. Men bu efirni qilganimcha tayyorlanganim yo'q. Masalan, tayyorlanib, oldindan o'zi bilib olib, men buni gapiraman hozir, buni gapiraman deb laxotiron qilish niyatim yo'q. O'shaning uchun hozir men tayyor etaman. Parametrlar любой parada ko'rib beraman. Любой time frame'da bo'ladi. H1 bormi, H4 bormi, D1 hammasida bor. Asosan H1 bilan H4 zo'r o'xshaydi, H1 da ko'proq o'xshaydi. O'shaning uchun hozir menga aytinglar, любой parani sizlarga ko'rsatib beraman. Qani yozinglar, qaysi parada sizlarga qiziqroq bo'lyapti mana shu strategiyani ko'rsatib berish. Hop, GBUZ ketdi bitta, GBUZ, yana kimda qana GBUZ tilla. Hop, hamma USD parada ishlaydi. AUDJPy'da hozir ko'rsatdim. Hozir AUDJPy'da ko'rsatdim. Tillaga prognoz qilib bering. Prognoz nima qilasiz? Signal nima qilasiz? O'z o'rgan, o'z trade qilmaysizmi? Qachongacha prognozlar orqasiga yurasiz? Kimdir laxotiron aldab qo'ysa, prognozlar nima qilasiz? Yani u pulni qaytarib bermasa, USD CAD, GBP USD, CFVJP, AUDCAD, USD CAD, Gold, hamma har xil. Euro USD. Bo'pti, bo'lmasa bundoq qilamiz. Bir bosh qaysi parda ko'rsatak kerak? Hop, Euro USD. Endi Euro USD hozir ko'rsatdim va AUDCF ikkita bo'ladi AUDCF deganlar. Yana qaysi parda ko'rsatib bering? Tilla. Mayli, tilla ketdik, hamma tilla qiziqadi, tilla kiramiz. Kommentariyani o'chirib qo'yaman. Xo'p, tillaga kirib, hozir endi topamiz. Xo'p, men tayyor ochganim bilan chiqdi. Tilla men pastga trend kelgan, trend tepaga yo'nalgan. Yorib o'tgan, mana bittaga switchi, bitta tepa, past mana yorib o'tgan. Olamiz, past urgin. Bo'ldi mana. Men bu logic pravil buni olmaysizlar. Mana bitta urvin bor. Urvindan yorib o'tgan switchni uchigacha oldim. Qaytgan nuqtani ko'ryapsizlarmi? 1.18. Bo'ldi. Shu. Pastki urvin, yorib o'tgan switchning uchi narx bo'ladi bu. Iz emas. Urvin yopilgan joyi narxdan oldim. 0 dan 1 gacha 1.18 dan narx qaytib ketgan, qulagan. Shu. Mana bitta ham hisoblasak bo'ladi. Bitta nima bo'lgan? Pastga kelgan, trend o'zgargan tepaga. Mana hozir hisoblaymiz. Yorib o'tgan switchlar mana bitta. Eng pastga urgin tepada. Mana eng oxirgi yorib o'tgan switchimiz. Ketdi. Hop, 1.618 mana 1.618 da lojni proboy bo'lib pastga tushgan mana, qulagan. Ketdi. 1.618. Sizlar uchun nima qilishinglar kerak? 1.618 nuqta keldimi, ashdan zilkani ochishinglar kerak, stop loss teparoq qo'yishinglar kerak. Keyin bu qaytayotganda mana supply zona degan narsa bor. Mana bu tashab ketdi-ku mana shu narsalar supply zona deyiladi. Ya'ni supply zona mana bu zona. Hozir. Mana shu zona yoki mana bu zonada supply zona hisoblanadi. Bu narsa qaytayotganda ko'pincha supply zonadan qaytadi. Mana o'sha bizdagi chiqib tushish. Mana shu supply zonadan narx pastga tushgan. Asosan narx 2-chi yoki 3-chi supply zonadan pastga qulaydi. Bizda 3 ta bor edi, mana 3 ta bor. Nima sababdan buni hisoblayman? Bu supply zona emas, buni yorib o'tgan. Buni hisoblaymiz. 1, 2, 3. Asosan 2 yoki 3 dan qaytadi. Asosan 2 dan. O'tgan safar mana MyForex fundusida bolalar pul qotganda aytdim, mana shu 2 dan qaytib ketadi degani, o'shanda ham 2 dan qaytgan. Mana 2 dan qaytib ketgan. Mana tillada. Hop, tillada 2 ta chiqdimi hozircha? Hop, bu yerda o'sha trend o'zgaradi desam, o'zgarmagan ekan. Mana bu yerda mana past kelgan, mana bu trend o'zgargan. Urvin yorib o'tgan switchimiz mana bu yerda. Hisoblaymiz. Urvin yorib o'tgan switch mana bu urvinimiz yorib o'tgan oxirgi switchimiz mana bu 0 dan 1 gacha hisoblaymiz. Qayerdan qaytyapti? 1.618 dan narx pastga tushib qo'ygan. Oson. Strategiya juda oson. Tushunmaganlar uchun juda oson. Mana bu yerda ham narx past kelgan, keyin yuqori ketgan. Mana 1, 2 mana bitta bor. Urvin mana bu yerda bor. Buni yorib o'tgan switch mana bu. Mana shu
ketdik. Tepaga chiqqan 1618 nuqtamiz bor. 1618 nuqtaga kelib pastga tushmoqlik, lekin yorib o'tgan bu yerda. Bu yerda yorib o'tgan bo'lsa sizlar nima qilasizlar? Yorib o'tsa agar o'sha ozgina foyda mamtiyaz aytdim, stop lossni pastga tushgandan keyin o'rtaga qo'yib qo'yishlar kerak. Chunki narx tepaga yuradigan bo'lsa, shu bilan 2618 zonaga yuguradi bu narx. Mana hozir mana shu yerdan hal tep bo'lib ketib qoldim. 3 ga olib kelishim kerak edi. Mana 3 ga olib keldim. Narx tepaga yorib o'tdi. Mana qayerdan qaytyapti? 2618 nuqtani ko'ringlar. Mana qayerdan qaytyapti mana. 1618 ga keldi, pastga tushib o'ynab qoldi-da bu yerda. Bu yerda flat holat deydi, uchburchak yasagan, ya'ni yorib o'tmoqchi. Sizlar zilkani ham foyda kirgandan keyin o'sha stop loss qo'yib qo'yasizlar foydaga, qaytib ketsa ham foyda ko'radi-da. Endi ikkinchi qiladigan ishinglar 268 zonani kutasizlar. Agar shu joyga kelsa, o'sha yetmasdan mana o'sha selga olishga narx pastga yurgan. O'sha sizga mana shu joy sizga yetadi. Sizga yetadi. Ikkinchidan cho'zsak bu yoqga mana cho'zildi. Mana shu narxdan bitta, mana bu yerdan ikkita. O'sha 1 gacha qaytib kelgan mana. 1.68 gacha qaytib kelgan. Ko'rdinglar-a? Bu tilla. Tillada qildik analiz, Euro yuzda qildik, GBP USDda ozgina qilib berdim. Boshlang'ich analiz Auto GPFI'da bo'ldi. Qolgan paralarni yozinglar. Qaysi parada qilib bering? Qaysi valyutning parada sizlarga hozir shu narsani ko'rsatib bering, misol tariqasida. Misol tariqasida qaysi parada? Mana tillada yana bitta bor ekan mana bitta. Ikkita ekan joyda o'zida. Hozir ko'ringlar. Urgin yorib o'tgan. Pastga urginga chizadigan bo'lsak, primera supply zonaga mana bu qaytgan ekan. Ikkita bo'lgan o'shaning uchun. Xo'p, Euro USD qildik. Efir saqlanib qilaman, chunki hozir ko'pchilik tushunmadi. Saqlanib qilsam boshqalardan ko'rasa keyin tushunasizlar. Boshlanib tez gapiryapman, uzr, chunki tezroq tushuntirmasam video uzun bo'lib ketsa, ko'rish qiyin bo'ladi. Ko'rgilar kelmay qoladi. Uzun bo'lib ketsa ko'rgilar kelmay qoladi. Qunt yo'q odamlarda. O'shaning uchun tez gapiraman, tez tushuntiraman. Orshi gap so'z kerak emas. Mana bunaqa bo'lyapti, unaqa bo'lyapti, kerak emas. Aytinglar. USD kat ko'ramiz, ketdik mana. Komment o'chiramiz. Ketdik. Tilladan kelgan USD kat. Mana USD katga kiramiz. USD kat chartimiz. Tak, o'zi USD katda mana o'sha aytib qo'ygan ekan, mana bu keladi, chiqadi. Mayli, buni o'chirib tashlaymiz. Bo'lib tursin. Qaytdik. Mana qaytib ketdik. Xo'p, mana bu urib pastga yotdi trend tepaga yo'naltirilgan. Endi bizda eng pastki nuqtamiz bilan yorib o'tgan svichamiz mana bu yerda. Mana 3 ekan mana. Yorib o'tgan svichani eng pastki qani urvingacha olib keladigan bo'lsak, bu yerda yorib o'tgan svichamiz qani? Urvin, mana bu yerda urvin. Hop, topib oling. Hop, past bo'lgan. Mana bu yerda o'sha pastdan keyin mana tepa bo'lgan. Tepani yorib o'tgan mana 400 mana ko'ringlar mana. Past bo'lganda, mana ucham bundan ko'ra pastroqda, lekin keyingi uchlar tepalashib ketgan. Mana bu tegi, mana pastlar past bo'lib ketgan, mana bu tegi tepada bo'lib qolgan. Tepaga ketgan. U o'sha ikkinchi marta qaytib kelib, mana shu yelkadan narx tepaga yurgan. Mana bu yerda yorib o'tgan, chunki bu yerda 1, 2, 3 turbinimiz bor. Yorib yopilgan svichani oldim. 0 dan 1 gacha. Mana narx 618. 618 ni o'sha zonadan pastga narx qulagan. Yana qayerda bor? Mana. Narx pastga kelyapti, W bo'lgan. Mana 3 dan ko'ra bu kattaroq bo'lib qolgan. Yorib o'tgan svichamiz mana bu 3 ni olamiz. 0 gacha hisoblaymiz. Ketdi. 0 dan yorib o'tgan svichani 3 ga hisobladim. 1.18 nuqta mana. 1.18 nuqta mana. Narx ketdi pastga. Shu mana yana bitta. Ya bitta trend o'zgarmagan. Bitta trend tepaga yetgan, flat holati bo'lgan. Qani yana qayerda bo'lgan? Hozir topamiz. Bitta flat holati bo'lgan, trend o'zgarmagan. Yo, paka hozir bitta tepada yurgan. Yo, bitta yo'q boshqa. O'zi ikki tushda ko'rsatildi. O'zi ko'rsatildi, yetadi. Mana bitta bo'lishi mumkin. Mana trend pastga kelgan, tepaga yurgan, o'rin yorib o'tgan. Mana uchini olamiz. Yorib o'tgan svichamiz mana bu. Yorib o'tgan svichani narx tepaga yuradigan bo'lsak, 1.618 nuqtaga kelganda mana shu zonadan qaytgan u ozgina, keyin dashi tepaga ketgan. Bu yerda o'xshamagan yoki men noto'g'ri chizib oldim. Mana bu urvin yorib o'tgan svichi mana. Mana bu yerda. Bunda o'xshamadi. Bu yerda o'xshamagan. Bunda o'xshamagan. Mana shu joyda o'xshamagan. Mana bu joyda o'xshagan bo'lish kerak mana. Hozir chunki chiroyli bo'lganda mana past bo'lgan, mana bunaqa tushib kelgan. Narx tushyapti tepaga, pastga, mana bitta tepaga pastga ketdi. Narx tepaga ko'ra bitta yopildi. Mana yopildi.
Ko'rdingiz, narx uchtepada bo'lib qoldi. Endi mana shu joydan urg'uni yorib o'tgan joyda mana bu urg'uni yorib o'tgan svichadan olamiz. Eng pastki nuqtaga mana. Men bu urg'un borida bitta saplarga yorib o'tgan uchidan oldim, eng pastki nuqtadan oldim. Narx 1618 dan pastga yurgan. Mana bu yerda chiroyli o'xshagan. Bu yerda trend o'zgargan. Ko'rdingizmi? Supply zone mana bunaqa tushadi, etilgandek mana. Mana bunaqa tushadi. Yorib o'tgan uchidan keyin pastga ketsa, bu qatdan qaytib 1618 dan qaytadi. Shu. Hop, bugungi o'rgatmoqchi bo'lgan mana shu narsam edi. Bitta narsani o'rgatmanman. Qanaqa qilib Fibonacci'ni setup qilsa bo'ladi? Mana shu narsa qolib ketibdi. Hozir mana ko'rsataman. Tak qani, birorta joyga chiqib bo'sh pusto joyga. Mana. Pusto joyga chiqib pusto joyga chiqsa, qaranglar, sizlarda bu endi trading view da telefonda boshqacha bo'ladi. Bu trading view da qilasizlarmi, telefonda qilasizlarmi, bir xil. Nastroyga qilganlar, masalan, siz Fibonacci bilan o't qilsanglar, mana Fibonacci bo'lsa, misol uchun, Fibonacci nastroyga qilsanglar, telefondami, MetaTrader 4 dami, 5 dami, любой platformada bir xil. Nastroyga kirsanglar, nastroykada mana bu zonalar bo'ladi. 0.80 0.382 0.618 1 2.618 1.618 0 mana shu bo'ladi. Ko'pincha men 1.618 yopiq bo'ladi, 2.618 yopiq bo'ladi. Mana shularni yoqib qo'ysalar bo'ldi. Shuni yoqib qo'ysalar bo'ldi. Mana bu zonalar hammada bor. 0.382 618 236 0.5 bular bor. Lekin 2.618 bilan 1.618 nuqta hech kimda yo'q. Mana shu pichkani yoqib qo'ysalar bo'ldi. Oddiy telefondan yoqib qo'ysalar mana 1 dan 0 gacha olsanglar, tepada 2.618 1.618 plus sizlarda imенно mana shu yerdan emas, mana shu zonadan qaytadi. Mana shu zona qilib qo'yasizlar. Mana shu zonaga kelganda qaytadi. Shu zona. Tushunarli? Bugun o'rgatmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Endi ikkinchi mavzu bu brokerlarda hali istoriya qo'ydim. Nima sababdan shag'amlar boshqacha? Bittasida yaponskiy svichalar boshqa holda turibdi, ikkinchisida boshqa holda turibdi, lekin narx bir xil. Bu haqida hozir ikkinchi marta live qilaman. Buni paka saqlanib qo'yib turing. Keyin boshqa live qilganimda o'sha yerda keyin bemalol savol bersanglar bo'ladi. Xo'p, tushunmagan narsalar, faqat Fibonacci bo'yicha tushunmagan narsalar bo'lsa hozir yozinglar. Bir yo'la savollarga javob berib, efirni saqlanib qo'yaman. Faqat Fibonacci bo'yicha savol bo'lsa beringlar. Faqat Fibonacci, boshqa narsa kerak emas, faqat Fibonacci. Faqat Fibonacci bo'yicha savol bo'lsa beringlar. Efirga odamlar endi qo'shilyapti. Nimaga endi qo'shilasiz? 9.5 dedim, mana 9.5 yarim 40 minut gapirdim. Jag'im olib ketishlar 40 minut gapirdim. Sal tekinga o'rgatyapman, sal qadr ketinglar. Fibonacci selga o'rgataylik. Seldan xuddi shu teskarisi bo'ladi. Sizlar selda topish qiyin bo'lgani uchun buy o'rgatdim. Odam psixologiyasi sel topish qiyin bo'ladi bu narsani. O'shaning uchun sizlarga buy o'rgatdim. Selda ham bo'ladi. Selda ham qani, masalan, men turmini yorib o'tgan shag'amdan birdan 0 gacha tepaga olaman. Men bitta atkat bergan. Selda ham bo'ladi. Seldan abor tepaga o'tgan narsa pastga o'zgarib qolsa, o'shanda bo'ladi. Misol uchun mana selda naborot tepaga o'tgan narsa pastga bo'lib qolsa, mana bu teglar tepa bo'ldi-da, bitta tegi pastda bo'lib qoldi. O'zi narx tepaga ketdi, ikkinchi yelkadan pastga quladi. Qulagan bo'lsa nima qilasizlar? Tepadagi supply o'sha support zonadan, supply emas, resistance bo'lar. Endi support emas, teskari bo'lgani uchun resistance bo'ladi. Qarshilik zonasidan yorib o'tgan svichani uchini olasan. Mana bir zonani ko'rsanglar, mana bu urvin bor. Men yorib o'tgan svichani yopilgan svichani uchini oldim, tepadan oldim. Endi men 0 dan 1 gacha qildim. 1.618 zonamiz mana. O'tkazamiz. Bo'ldi. Tayyor. Bu teskarisi. Endi bu yoqqa yurgan bo'ladi-da, teglarida tepa bo'ladi-da, bitta tegi past bo'lib qoladi. Past bo'lgandan keyin u narx albatta yuqoriga chiqadi. Yuqoriga chiqqanda sell nuqtamiz bizni mana shu zona bo'ladi. Ya'ni mana bu yelkasi. Mana shu yelkasi mana hozir sell bo'lganlari sal tepaga chiqibdi-da, pastga tushgan. O'sha sizlar mana shu bildinglarmi? Men bu zonani yorib o'tgan svichani kutasizlar. Yorib o'tdimi? Mana shu joydan, bu joydan 0 dan 1 gacha olasizlar. 1.618 nuqtadan tepaga ketdi. Oson. Qiyin emas. Birikta yo'q signal bu. Signal nimaga so'raysizlar? O'zingizlar o'rganib, o'zingizlar tahlil qilib qilsanglar bo'lmaydimi? Kimdir signal noto'g'ri aytib qo'ysa,
bitta signal yetsa, tavakkal, u o'xshab qolsa, "O siz zo'rsiz" deydi, lekin o'sha o'xshamay qolsa, uje lohatron ekan yoki bo'lmasa keyingi safar yaxshi signal beraman deydi yoki kimdir bitta signal bersa o'xshab qolsa, endi keyingisi pulli deydi, pulga uxlab qolasizlar. Bu signal tavakkalga o'xshagan narsa-ku. Bu signal bilmadim, signal men bera olmayman, uzr. Fibonacci bilan urinni hozir tushuntirdim-ku. Fibonacci bilan urinni tushuntiring deyishibdi. Hozir tushuntirdim, nima tushuntirdim yarim soatdan beri. Sizlar tushunali, o'zim analiz qilsam tushunasiz. Ko'proq analiz qilib tushunib ketasiz. Fibonacci qanday xatolikka yo'l qo'yishi mumkin, nimaga fokus qaratish kerak. Fibonacci xato qilmaydi. Fibonacci bu aniq bir nuqta, aniq bir son bu. Hech qachon xato qilmaydi. Kirib turib, mana yana aytayapman, Google ga kiringlar, YouTube ga kiringlar, oltin kesim deb yozinglar. Oltin kesim haqida deb yozib, video chiqadi. Любой videoni ko'ringlar. Mana shu 0618, 1618 nuqtalar haqida zo'r ma'lumotlar berilgan. Matematika biladiganlar o'sha biladi oltin kesim nimaligini. Chunki matematik masalalar bor bu bo'yicha oltin kesim. Mana matematikada sal yaxshi o'qiganim uchun buni bilaman. Fizikada ham bor, kimyoda ham bor. Oltin kesim degan narsa hamma joyda bor. Bu hayot qonuni. Aytaman, uylarda televizor bormi, kompyuter bormi, yon tomoni, bu tomoniga bundoq bo'linglar, biri 618 chiqadi, biri 61 yo biri 62 chiqadi. Любой narsa. Shunaqa. O'ylab ko'rmagansiz, nima sababdan televizor kvadrat emas? Nima sababdan bundoq chiqarilgan? Bu yoq uzun, bu yog'i kaltroq chiqarilgan, demak kvadrat emas. Chunki inson ko'rganda o'sha esda qoladi. Inson ko'rganda o'sha eng vizualniy holatdagi narsa bu shu. 1.618 kesimdagi yasalgan narsa bo'ladi. CFGP'ni ko'ring, o'sha ko'rdik, endi ko'ramiz CFGP. Aka juda ma'lumotlar amal bir arz, bir kunda necha marta FIBO ishlatasiz. Bir kunda necha marta savolni o'zi xato. Bir kunda necha marta FIBO ishlatasiz? Bu savol xato. Savolga javob bir kunda necha marta Fibonacci ishlatishga vaziyat tug'ilsa, shuncha marta ishlataman. Bir kunda Fibonacci umuman bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni o'sha vaziyat hozirgi pastga ketayotgan trend tepaga o'zgarish holati bo'lmasligi ham mumkin. Balkim 1 soatda ikkita bo'lishi ham mumkin. Tilada ikkita bor ekan, ketmakda ikkita bo'lgan. Tepaga bitta, pastga bitta. O'sha 4 soat ichida normal pul qo'sib bo'ladi o'sha tillarning o'zida. Uni holat u bozorga bog'liq, u menga bog'liq emas. U sizga ham bog'liq emas, bozordagi holatga bog'liq. Stop loss qattiq qo'yiladi. Stop lossni tepadan pastga oldinglarmi, bitta urun yorib o'tdimi, yorib o'tganda o'sha sel olasizlar o'sha yerdan. Sel olsanglar pastga tushadi. Keyin u yopib borganda 618 dan tepaga qaytib ketadi yoki 618 dan pastga tushadi-yu. O'sha 618 dan chapga qaraysiz, supply zona bo'lishi kerak. Supply zonani eng tepa nuqtasiga qo'yasizlar. Agar supply zona bo'lmasa, teparoqda bo'lsa, o'sha teparoqda supply zona qo'yasizlar. Agar umuman supply zona bo'lmasa, примерно bir 20 pipsga endi risklarga bog'liq. Risklarga qarab qo'yasizlar. Bir 20 pips qo'yasizlar. Efir sanat qo'yaman. 0 dan qaysi yopilgan switchlarni qo'yib. Mayli, bo'lmasa vaqtimizni to'xtaylik. Hozir men efirni o'chiraman, saqlanib qilaman, boshqatdan efir ochaman, keyin savol javob qilamiz. Bu efirda savol javob qilib boshqa qilsak, efir uzayib ketib qoladi, ko'pchiligi qiziq bo'lmay qoladi, oxirigacha ko'ra olmay qoladi. Hozir boshqatdan live qilamiz, kirib savol javob qilamiz.